Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan navbatdagi majburiy matematika 8-testimizni tahlilini boshlaymiz. Demak, birinchi misolimizda, xo'p, Jo'rabekda 12 ta olma bor edi. U olmalarning bir nechtasini do'stiga bergandan keyin o'zida 8 ta olma qoldi. Jo'rabek olmalarining qanday qismi o'zida qoldi? Ya'ni, bir nechta beraverganini so'ramayapti. Bizda qolganini, ya'ni mana 8 ta qolgani dastlabkini qanday qismi tashkil qiladi deyapti. Demak, uni topishlik uchun nima qilamiz? Mana shu qolganlar sonini dastlabki soniga bo'lib qo'yamiz. Demak, 12 dan 8 qismi qolgan ekan. Endi buni qisqartirib qo'yadigan bo'lsak, 4 ga qisqarib kelsa, 4 dan 4 ga qisqarganda, hop, 3 dan 2 qismi qoladigan bo'ladi. Demak, bu javobimiz esa bizda D javobga to'g'ri keladi. Agar qanday qismini berib yuborgan deganda, biz 4 tasini berib yuborardik, 4 ni 12 ga bo'lardik. Lekin bizda qanday qismi qolgan deganligi uchun aynan shu javob bo'lyapti. Yaxshi, navbatdagi misolimizga o'tamiz. Ikkinchi misolimizda, hop, quyidagicha son berilgan 10 minglar va o'nlar xonasi turgan raqamlar yig'indisi. 10 minglar xonasidagi va o'nlar xonasidagi raqamlar. Hop, avval mana bu 4 birlar xonasi, 3 esa o'nlar xonasi. Demak, 3 sonimiz o'nlar xonasida. O'nlar. Hop, endi bunisi yuzlar, minglar va 10 minglar. Demak, 7 sonimiz 10 minglar xonasida. 10 minglar. Demak, 3 o'nlar xonasida va 7 10 minglar xonasida. Demak, ana shu raqamlarni yig'ini so'rayapti. Demak, 7 qo'shilgan 3, demak javobimiz 10 degan javob kelib chiqadi. Bu esa bizda B variantiga mos keladi. Xo'p, 3-savolimizga o'tamiz. Berilgan shaklni yasash uchun nechta kubchalardan foydalanilgan deyapti. Ya'ni mana bu ichida bir qancha kublar bor. Mana shu kublardan nechtasi bor degan savol beryapti. Hop, avvalo qanday sanaymiz? Mana bu balandligiga nechta bor? 4 ta. Mana bu eniga nechta bor? Eniga sanab chiqadigan bo'lsak 6 ta bor. Demak, 4 ko'paytirilgan 6 barobar 24 ta, ya'ni birinchi qavatda 24 ta. Lekin orqasiga qaraydigan bo'lsak, bu bizda 2 qavat. 2 qavat. Demak, mana shu 24 talikdan 2 ta bor. Demak, 24 ko'paytirilgan 2 bo'lib, javob 48 bo'lib qoladi. Lekin mana bu yerga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu yerda 2 ta kubcha bo'sh qolgan, ya'ni 2 ta kubcha olib tashalgan. Demak, biz ham 48 dan mana shu 2 ta kubchani olib tashlashligimiz kerak bo'ladi. Demak, 48 dan 2 ni ayirib qo'ysak, javobimiz 46 ekanligi kelib chiqadi. Demak, javobimiz 46 ta kubchalardan iborat degan javob, ya'ni B variantiga to'g'ri keladi. Navbatdagi misolga o'tamiz. 4-misolimizda 4 ning 37 darajasi sonining oxirgi raqamini toping. Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsak, 4 ning 37 darajasini hisoblash ozgina noqulay. Shuning uchun nima ish qilamiz? 4 ni takrorlanish davrlari degan tushunchalar bor. Demak, shundan foydalanamiz. Ya'ni 4 ning birinchisi masalan 4 bilan tugaydi, to'g'rimi? 4 ning ikkinchisi nima bo'ladi? 16, ya'ni oxir raqami 6 bilan tugayapti. 4 ning uchinchisi 64 bo'lib 4 bilan, 4 ning to'rtinchisi esa 256 bo'lib 6 bilan tugayapti. E'tibor beradigan bo'lsak, toq darajalar 4 bilan tugayapti, juft darajalar esa 6 bilan tugayapti. Demak, 4 ning toq darajasi 4 bilan tugaydi, 4 ning juft darajasi esa nima bilan tugar ekan? 6 bilan tugar ekan. Demak, bizda berilgan 37 degan sonimiz toq bo'lganligi uchun 4 ning 37 darajasi aynan 4 bilan tugaydi degan javobni qabul qilamiz. Bu esa bizda A variantiga mos keladi. Agar masalan 4 ning 38-si yoki 36-si deganda u juft daraja bo'lib 6 bilan tugab qolar edi. Yaxshi, demak hozircha javobimiz A variantiga mos keldi. 5-misolimizga o'tamiz. Quyidagi ishni hisoblang deyapti. Hop, birinchi mana bu ikkalasini ayirib, ikkinchida 8.5 ga qo'shib qo'yamiz. Hop, birinchimizda 4.5 dan ayiraman 3.2 ni. Bunda hop, 3, bunisi esa 1.3 chiqdi. Ikkinchida shu 1.3 ga 8.5 ni oddiygina qo'shib qo'yamiz. Demak, bunda 9.8 degan javob hosil bo'ladi. Bu esa bizda C variantiga mos kelar ekan. Hop, navbatdagi misolga o'tamiz. 6-misolimizda 2 kilogramm olmaning narxi 8000 so'm bo'lsa, 9 kilogramm olmaning narxi qancha bo'ladi? E'tibor beramiz. 2 kilogramm olmaning narxi 8000 bo'ladigan bo'lsa, 1 kilogramm olmaning narxi qancha bo'ladi? 8000 ni 2 ga bo'lamiz, to'g'rimi? Demak, bunda 4000 bo'lib qolar ekan. Demak, 4000 so'm bu 1 kilogramm olmaning narxi. Endi 1 kilogramm olmaning narxi 4000 so'm bo'ladigan bo'lsa, 9 kilogrammnikini qanday topamiz? 9 ni mana shu 4000 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Bunda 36000 so'm degan javob kelib chiqadi. Bu esa bizda B variantiga mos kelar ekan. Xo'p, navbatdagi misolga o'tamiz. 7-misolimizda ehtimollar nazariyasiga doir bitta misol. Demak, rasmda bir nechta kvadratlar berilgan, ya'ni mana shu. Demak, kvadratlar soni nechta sanab qo'yamiz. Bu yer chap tomonda 7 ta, o'ng tomon, ya'ni eniga sanaydigan bo'lsak, bunda ham 7 ta. Demak, jami hisobda jami
7 ko'paytirilgan 7 bo'lib 49 ta nima kvadratchadan iborat ekan. Endi ba'zi kvadratlar ichiga nuqtalar belgilangan. Ya'ni e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu yerda nuqtalar belgilangan. Nechta kvadratcha bo'lgan desak, mana eniga sanasak 4 tami? Xo'p, mana bu bo'yiga sanasak ham 4 ta. Demak, 4 × 4 bo'lib 16 ta kvadratchadan iborat bo'lib qoladi. Demak, bo'yalgan, ya'ni nuqta qo'yilgan deylik. Belgilangan nechta? 4 × 4 bo'lib jami 16 ta. Endi aytyapti, ixtiyoriy tanlangan kvadratning, ya'ni bitta ixtiyoriy kvadrat tanlanganda, uni ichi bo'yalgan, ya'ni belgilangan bo'lishi, mana ichida nuqtasi bor kvadrat bo'lish ehtimolligini toping deyapti. Demak, ehtimollar nazariyasining quyidagi formulasi, demak, A ehtimollik m taqsim n formulasi orqali topiladi. Bu yerda m nima? M bizga keraklisi, n esa bu yerda jami. Ya'ni nima deyapti? Ya'ni jami deganda mana nechta kvadratcha bor aslida? Jami 49 ta kvadrat bor. Mana sanab chiqqanmiz 49 ta. Endi bizga keraklisi nima? Bizga keraklisi ana shu ichida nuqta bo'yalganlari. Demak, ichida belgilanganlari bizda 16. Demak, 49 dan 16 degan javob hosil bo'ladi. Xo'p, bu javobimiz esa bizda A variantga misol bo'ladi. Navbatdagi misolga o'tamiz. 8-misolimizda. Xo'p, bo'yalgan soha yuzasini hisoblang deyapti. Xo'p, bizda uchburchak hosil bo'lyapti. Demak, umumiy hisobda uchburchagimizni pastki eni nima hosil bo'ladi? 10 sm bo'ladimi? 6 + 4, ya'ni 10 sm bo'ladi. Endi uchburchak yuzasini topishlik uchun a ko'paytirilgan h taqsim 2 formulasidan foydalanamiz. A tomon uzunligi, ya'ni asosi 10 sm, h esa bu balandligiga e'tibor beradigan bo'lsak 5 sm. 10 ni 5 ga ko'paytirib 2 ga bo'lib qo'yamiz. Demak, bunda 25 sm kvadrat degan javob kelib chiqadi. Bu esa bizda C variantga misol bo'ladi. Xo'p, demak javobimiz C varianti. Xo'p, 9-misolimizga o'tamiz. Xo'p, barcha raqamlar yig'indisini toping deyapti. Raqamlar deganligi uchun bizda matematikada 10 ta raqam bor. Ular 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va 9. Bularni yig'indisi oddiygina qo'shib chiqadigan bo'lsak 45 degan javob kelib chiqadi. Demak, javobimiz D varianti. Juda ko'pchilik cheksiz javob berib qo'yadi. Sonlar ko'p-ku deb. Sonlar emas, bizlar raqamlar yig'indisi yetganligi uchun aynan shu 0 dan 9 gacha bo'lgan sonlarni qo'shib chiqishimiz kerak bo'ladi. Javobimiz 45. 10-savolimiz 50 gacha bo'lgan tub sonlar nechta? Bir boshdan boshlaymiz. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 hamda 47 sonlarimiz bu 50 gacha bo'lgan tub sonlar sanaladi. Endi bu yerda nechta tub son bor ekanligini sanab qo'yamiz. Katta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ta. Demak, 15 ta tub son mavjud ekan. Demak, bu javobimiz esa bizda C variantiga mos kelyapti. Mana shu bilan 8-testimizni tahlil tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.